Aka-opalar qaranglar, mana shular hammasi sizlar uchun besplatni podarka qilamiz sovg'a. Hojibo, nimani hisobiga bular besplatni hammasi? Bu ishxonani yangi ochdik. Imенно sizni podpischkalaringizga inshaalloh shu hadya qilamiz, podarka bizdan. Xudo xolasa, inshaalloh duo qilsin, bizning ishimiz ochilsin inshaalloh. Aka-opalar, mana shunday shimdan 50 ta sovg'a. Akalar qaranglar, palatinsalarni qaranglar. Besplatni, mana qangi ichki kiyimlar hammasi besplatni. Bu yerda aka-opalar maza qilib dam olib ketasizlar, kelaman deydigan akalarimizga. Aka-opalar, bitta kirasiz, dush qilasiz, dushdan chiqib bochkaga, bochkadan chiqib masaj, masajdan chiqib hijoma. Aka-opalar, hijomadan keyin bitta gaymaritni ham 5 operatsiya qilinadi. Ko'p gapirishdan foyda yo'q. Ichkariga kiramiz. Hojibo, ketdi bir kiraylik. Assalomu alaykum. Aka chiqay, so'zing salomatdan qo'yay. Assalomu alaykum. Aka so'zing salomatdan qo'yay. Akalar opalar qaranglar. Aka ino bir gaymarit-a? Gaymarit, bular gaymarit. Qaranglar mana gaymarit. Turun qaranglar. Mana. Hojibo necha soat yotadi gaymaritga? Shu 3 soatdan 5, 6, 7 soatgacha yotadi. Shu zardob ketaveradi, toza bo'lgancha. Oldinlari birini operatsiya qilib olib, yo'q, bundaqa yo'q. Bitmay, sovuq Tibbiy dorilar bilan shu giyohiy dorilar bilan shu 3, 4, 5 soatda shuni 6 soat yotadi-da. Tibbiy dorilar bilan. Bundaqa bez operatsiya, bez ukol, bez shprit, bed dard inshaalloh. Nima qilinadi qaranglar. Har bir kelgan odamga ichki kiyim, ko'ryapsizlar qanaqa sifatli ichki kiyim, besplatni palatinsalarimiz besplatni mana shu yangi pachka ochib qo'lingizga beriladi. Kelasiz dush. Dushga kirasiz, bemalol dush qilib chiqasiz. Dushdan chiqib bochkaga xohlaganingizcha bitta qancha o'tira olsangiz kiydirolguvchiga bunda guyohlar solingan par, shamollash, teri kasallik, hamma kasallik shamollashlaring uchun o'tirasizlar. Chiqib masaj. 20 minut qo'l bilan, 20 minut apparat bilan masaj, keyin hijoma qilinadi. Har bir odamga отдельно yangi mana salafandan ochiladi har bir bank. Bir marta olinadi. Bir marta olinadi, mana o'tib yuboriladi qaytib. Yangi. Hojibo, yana nima deysiz biz ko'rib turganlarga, partiyalarimizga? Yana bu yerda inshaalloh o'qish masalasi, kim qo'rqsa, tushida qo'rqadi, bostirib chiqadi, o'qish masalasi nima bo'lsa inshaalloh murojaat qilingizlar. O'qish masalasi ham bor bizda maqsad. Kimdir tushida qo'rqadigan akalarimiz bo'lsa, kimgadir domilla kerak bo'lsa, mana hojibomiz tayyorlar. Kimdirlardir tushida qo'rqadi. Xizmatdamiz, ha. Kimlardirgadir domilla kerak bo'lsa, xizmatdasiz. Albatta xizmatdamiz inshaalloh. Aka-opalar, videoni Moskvada yurgan aka-opalarimizga hammasiga tashlab qo'yinglar. Telefon nomerlarini qoldirdik. Bemalol telefon qilasizlar. Hojibo nechadan nechaga ishlaydi? Shu soat ertalab soat 8 ertalab ochilamiz, soat 11-12 gacha. Bez vyходной. Aka-opalar, o'zlaringiz uchun bir dam olinglar, kelinglar, qaranglar, sharoitni qaranglar, dushga kirasiz. Chiqib bochkaga o'tirasiz. Masaj 10 minut, 20 minut qo'l bilan, 20 minut apparat bilan mana qangi hijomani olasiz, ko'p turganlarga. Hammasi atiga 3000 besplatni buruglarimiz, palatensa, ichki kiyimlar, aka-opalar, shuncha narsa 3000 rubl. 3000 rublni kimlardir shunday ham sarflab yuboradi. Sog'liklaringiz uchun bu hijomamizni varikozi borlarga, taksis akalarimizga, tikka oyoqda turadigan akalarimizga shamollash, hamma ayniqsa eng ko'p foydasi davlinasi bor akalarimizga. Ko'pchiligi davlinasi bor, ko'zi qizarib ketadi-da. Davlina juda foydasi katta, qon aylanishiga hamma xil. Bu nima deysiz bu? Yana nimalarga davosi bor? Yo, bu albatta bu hijoma qilish, albatta bu savob, sunnat ish. Inshaalloh qilsa xeyli bu sehri joduga, ko'z tekkanlarga, xeyli shu lezva urganda bir xillarda mazasi qochadi. Shuning shu iflos qonda shu har xil nimalar bo'ladi-da. Sehr jodu maqsad ko'z shu lezva urganda hammasi chiqib ketadi, xudo xolasa. Inshaalloh yengillashib ketadi inshaalloh. Akalar beroq kelaydi-da. Qaranglar, gaymarit qanday o'qadi. Hech qanday operatsiya qilinmaydi. Burundan parashol yuboriladi, 8 soat yotasiz. Bu narsani narxi отдельно. Yana hijomaga aralashtirib o'rmaylik bu narsani. Bu отдельно. Bu alohida, bu alohida. Bir kurslaring qancha turadi? Bir kurs 12 ming turadi. 7 ming gaymarit o'zi, yana 5 ming doполнительный o'zi bilan nimani oladi. Dorilari bor. 20 kun, 1 oy uni ichadi.
Чтобы shu восстановить bo'lish uchun, maqsad nima bo'lish uchun quritib taylaydi-da shu. Polni zardob. Necha kun keladi? Bir marta keladi. Bir marta Bir marta keladi. Sizlar faqat 7000 rubl olasizlar. Faqat 7000, u 5000 o'zi ixtiyor. O'zini ixtiyor. Bu yerdan oladimi dorisini, boshqa joydan dorisini oladi. Maqsad shu, bizda ish faqat shu gaymarit. Maqsad bu yerda o'zimizning dori ham bor. Agar xohlasa bu yerdan oladi, xohlasa boshqa joydan oladi. Ko'pchilik bilmaydi hamda hijoma nimaligini, qo'rqadi. Bu qon badanimni kesadi deb o'ylaydimi ko'pchilik. Mana oddiygina mana shuni bankalar qo'yiladi. Aka-opalar, biz sizlarni kutamiz. Kelinglar, kelib mana shu besplatni podarkalarni olishga uspet qilinglar. Mana yerda juda foydali dorilar bor. Mana ko'rib turganlaringiz erkaklar uchun mana dorimiz. Tez-tez peshobga chiqadigan, buyragi shamollagan akalarimiz bo'lsa, bemalol mana shundan olasizlar. Bu tabiiy giyohlardan tayyorlangan, hech qanday odamga zarari yo'q dorilarimiz bor. Biroq kelinglar. Akalar, bu yerda hamma narsaga bor. Sigaret tasholmaydigan, gaymariti borlarga, julutka kasal, xullas hamma kasallikka mana ko'ryapsizlar, tabiiy bu narsalarimiz bor. Minoksidellar, soch chiqaradigan, kimlardir sochi, soqoli to'kilayotgan bo'lsa mana bemalol. Bu akalar mana qaranglar, ko'pchiligi farzandida gijjasi bor ichida. Gijja nima deydiganlar, qurti bo'ladi, yegan narsasini yeb qo'yadi, arriqlab ketadi farzandlaring. Mana shu doridan olib ichirsalaring, kattalarniki bor, detskisi bor, hamma turidan bor. Akalar, ko'pchilik shu narsadan qiynaladi-da mana. Dorisi ham bor. Akalar, bu yerda xullas hamma xil erkaklarimiz uchun, aynan shampullar, mana soch to'kiladigan aka-opa singillarimiz uchun shampullar, vitamin, xullas zamzam suvlari, do'xilarimiz, hamma xil kitoblar, mana bunga kiyim-kechaklar, musulmonskiy ko'ylaklar. Akalar qaranglar. Даже patinka, bastonochka mana ko'rib turganlaringdek makasinkalar hamma budidan. Bu tarafga asalaring shimlarimiz. Qaranglar. Akalar, bular kelasizlar, hammasi shu yerda joylashgan. Bemalol kelib, xarid qilib, cho'milib, damni olib, bochkaga o'tirib, masajni olib, hijomani olib, gaymaritlar borlar, gaymaritni olib bemalol ketaverasizlar. Qaranglar, bundaqa usullarga hech joyda yo'q. Magazin ichida. Qaranglar, o'zimizga arzon narxda mana bunaqangi foydali giyohlarimizni aytmaysizlar. Vazilin deysizmi? Hamma narsa bor bu yerda. Aka-opalar, yana bir narsa, farzandlaringni namoz o'qishga qiynalayotgan bo'lsa, mana elektron namoz, joy namozlarimiz bor. Kelaman sizlarning mana batareyka bilan o'zi gapirib, hammasini o'rnak qiladi. Aka-opalar, masajning apparatlar mana kimgadir kerak bo'lsa. Xullas, soch chiqaradigan, soqol chiqaradigan, gaymarit, sigaret uchun oshqozon kasal, jigar kasal, peshobga tez-tez chiqadigan, arriqlatadigan, semirtiradigan. Ozitadigan ham bormi? Ha, ozitadigan ham bor. Juda ko'pchilik hozir semizlikdan qiynalyapti-da, arriqlatadigan giyohlarimiz ham bor. Bemalol kelaverasiz. Hammaga rahmat. Endi kirasiz. Qani, ketdik. Bismillahirrohmanirrohim.